hozirdan mana shu joyga o'xshatib borib, yurachini bitta qizartirib qo'ying-da. Lasetti Cruz в общем ish qolmaganini ko'rsatib qo'yaman. Sababi motori bor-ku, yangi koreyskiy rabochisini bostirib qo'yganman deyaptilar. Xullas, korobkani ham bor-ku, idealini bostirib qo'ydim. Motorda, korobkada hadavoda umuman ishi yo'q. Xullas, rosa minishga tayyor qilganimda bitta ish chiqib qoldi, shuni sotib o'rmasam bo'lmaydi deyaptilar. O'zlari uchun rosa tayyorlatgan mashinalar ekan. Xullas, Lasetti Cruz 2009-yil 233 ming probegda. Endi kraskalari bor, o'zingiz uchun bir qil tekshirib olasiz. Xullas, nechadir foiz, balki 50%, balki 40%, balki 60% bir qil tekshirib olasiz. Mashinaning eng asosiysi motorda, korobkada, hadavoda, elektropaket qismida umuman ish yo'q, konditsionerlarigacha ishlab turibdi ekan. Xullas, bir paytlar kimlarnidir orzusi bo'lgan. Shaxsan men o'zim ham yaqin do'stlarim minganda orzu qilib, havas qilib qarab qo'ygandim. Bitta like bosib, tarqatib oling, ko'nglingiz shunaqa oppoqqina-ku. Nasib qilsin deb yozib qo'ying. Diskalarning o'zi ham bitta alohida tema ekan. Mashina 1.8 motorda, propanlargacha bor. Benzinda, propanda bemalol harakatlanar ekan. Lyuklarigacha bor. Aynan bu Lasetti Cruz aynan siz uchun, Namarka Namanganni kuzatuvchilar uchun 5300 ga tayyorini maza qilib bosib olsangiz bo'ladi.